Assalomu alaykum, Hunaman TV a'zolari, YouTube tomoshabinlari, azizlar, bugungi videomizda nasib bo'lsa 104 kvadrat bo'lgan mehmonxonamizni hozir qisqacha obzorni aytib o'tib ketamiz. Mana shunday neobычный aboy tanlandi. Shu uydagilar tanlashdi o'sha. O'zlariga shu ochiq rang yoqar ekan. 4 ta xonaga ham hammasi ochiq bo'ldi. Aboyimiz super mo'sh aboy 220 mingdan olingan Xitoy aboy. 11 ta rolon ishlatdik, 104 kvadrat bo'ldi. Ishga turganimizda 50 mingdan qilib beryapmiz biz. Ekstra shpakilovka va o'sha qirralarni to'g'rilab, ugonli qo'yib berib ketiladi derazaga va plintus kraskani ichiga bilan 8 mingdan 2 slot, 4 mingdan 1 slot bo'ladi. Hozir kraskani boshlaymiz, polavoy. Va ustki qismi 2 slot o'sha kraska plintusi ichiga bo'ladi o'sha 8 ming. Va devorga keladigan bo'lsak, xonamiz razmeri 4,5 ga 11,50, balandligi 3,25. Bitta 10 metrli rulonimizdan 3 ta hilla chiqdi. Sababi ayrim gullarning uzori o'sha zavodga chiqaradi, 32-64 sm kesiladi. Bunga Xudoga shukr chotki to'g'ri keldi. Nasib bo'lsa chiroyli qilib tugatib berdik mana. Bu 3-xonamiz tugadi. Yana bitta xonamiz bor, katta, 7,5 ga 4lik. Uni ham nasib bo'lsa yaqinda obzorlarni chiqarib, natijali bo'lgan bu MDF. Hamma xonalarni nasib bo'lsa batafsil aytib o'tamiz azizlar. Qo'llarimiz top-toza, supurib, yuvib, tozalab olingan. Nasib bo'lsa endi hozir birinchi slot kraskasini boshlaymiz. Ertaga ikkinchi slotdan oldin plintuslarni qotirib, nasib bo'lsa ugonlilarni qo'yib, ikkisini o'tamiz, keyin shu bilan yakunlanadi. Padagonlilarni ham o'zimiz qo'yib berganmiz. O'tgan yil tagini taxlab ketganmiz. 2 yil atrofida bo'ldi, ustalarimiz pataloq qilib ketishgan. 400 ming Qashqadaryoga bo'ladi, viloyatga bo'ladigan 20 ming metr kvadratga bo'ladi mana shu patologimiz. Qandildan tashqari faqat mana shunday ko'rinish bitadi 1 metr kvadrati. Ob'yom katta bo'lsa kelishtirib qilib beriladi, azizlar, murojaat qilaverasizlar. Kimga qanaqa savollar bo'lsa yozib beringlar bemalol. Ushbu zakazimiz Qashqadaryo viloyat Kasb tumanida bo'ldi. Biz o'zimiz Qashqadaryodan ko'p kishi so'rashyapti, qayerdan sizlar tutaladi. Musofirdan turmam zakaz so'rasangizlar bo'ladi. MDF patolog, variant juda ham ko'p, 180 mingdan 500 minggacha bor. Material o'zimizdan, qandil olib ilasiz bo'ldi. Qolgan hammasini o'zimiz qilib ketamiz. Xohlasangiz natishni, gipsokarton, dekor plus, devorlarga MDF dekor yoki bo'lmasa aboy, o'sha lilon to'shash, laminat, foto aboy hammasini qo'limizdan kelgan qilib beramiz, kampirlik. Patologchi ustalarimiz bilan kampirlik ishlaymiz. Ular alohida o'sha patologni qilib ketadi. Biza o'sha malyarkasini qilib ketamiz. Kraskami, aboymi, xohlagan fasoningiz qilib beramiz. Nasib bo'lsa qo'ldan kelgancha vaqtga qarab azizlar. Ishimizga baho berasizlar. Yana bir Fazli xonadonda 3-xonasini tugatdik. Yana bitta bor. Nasib qilsin hammaga. Juda ham katta, haqiqatda 11,5 ga 4,5. Mana bu 13,5 ga 5 dan katta darvozaxona. Nasib bo'lsa tag qismi 10 sm ga to'g'rilab qo'yib ketilgan kafil bo'ladi va tag qismi burchatga bo'ladi. Nasib bo'lsa bu jarayonlarni ko'rsatamiz. Chestigran qilingan. Bu MDF dekor bo'lgan. Patolog. Kuzatib boringlar azizlar, nasib bo'lsa barcha jarayonlarni ko'rsatib boramiz. Instagramga obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat barchaga.